Ili domlaga borsang o'qib qo'yadilar. Dam solib qo'yadilar. Zo'r-ku. Nima uchun domlalarga borishadi, bilasizmi? Nima uchun polga borishadi? O'ziga ishonmaysiz. Yo'q. Chunki ular nimadir qidirmaydi-da. Ben koyamam. Men qilib qo'yaman. Men qilaman deydi. Chunki ish qilish kerak emas-da. Mas'uliyat olish kerak emas. Polniy mas'uliyat domlada, ili polchida. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa boshqasi bor. Ya'ni bitta kursda o'qiyotganingizda ikkinchi kursi pulini Xudoyim sizga yetkazadi. Agar boshqa narsaga ishlatib olmasangiz. Da. Bepul narsalar ham bor. Vobshe pulim yo'q desa, bepul narsalar ham bor. O'shani qilishni boshlasangiz sizga pul keladi. Birinchi kursga pul keladi. Misol uchun 7 kunlik Fotiha surasidan keyin sizga shukronalikka pul keladi. 250 ming so'm. Bitta kafega kirib yo'rasiz uni necha marta. Shunga o'xshash insonlar hammasi behayo insonlardir. Hayosizlik uchun mana shu gaplarni gapiryapti. U o'zingni isqirtligingni yashirmoqchi bo'lsang, boshqa yo'l topgin. O'zingni oqlamoqchi bo'lsang, boshqa yo'l topgin. Domlalarga osilmagin. Mayli bordir. O'shandaqa domlalar bordir. Bitta ikkitani deb hammani haliga qilish emas bu. Xudo uchun xizmat qilayotganlar bor. Bir so'm oylik olmasdan xizmat qilayotganlar bor. Domlachilik qilib ko'chada taksis qilayotganlar bor. Domlachilik qilib zo'rg'a tirikchilik qilayotganlar bor. Sen oldin jamoatga chiqqanda 2 rakat namoz o'qib ber jamoatga. Orqangda bir 10 ta odam tursin, 2 rakat namoz o'qib bergin. Bitta janoza o'qib ber, bitta nikoh o'qib ber, qo'lingdan kelsa. Endi shuni ham haliginga olib chiqaryapti-da, endi qaysidir o'ziga o'xshagan bir isqirt chiqaryapti-da shuni ham endi. Kim bular hammasi? Ertaga ko'ramiz, domlasiz nimang bu, qanaqa bo'lar ekan. Otangni janozasini o'qiy olarmisan, onangni janozasini o'qiy olarmisan, farzandingni nikohini o'zing o'qiyarmisan. Hayotda o'qiy olmaysan, hayotda. Xudo senga yo'l bermaydi bunaqa, bu ish qila olmaysan sen, bunaqa pok ishni, sen bu iflos o'rinda iflos ish bilan turib bunaqa ish qila olmaysan sen. Ming harakat qilib ko'r. Buni qila olmaysan sen. Tajriba uchun qilib ko'r, qila olmaysan. Hayo iymondandir. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayolari to'g'risida Hazrati Oysha onamdan so'rashdi sahobalar. Ey Allohning rasuli, azvoji mutahharat onamiz Oysha onamiz Rasulullohning hayolari qanaqa edi deganlarida payg'ambar alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayolari bo'shangaga kirgan kelinni hayosidan ham ko'ra hayol yo'q degan. Ko'rdingizmi? Gap ko'rdingizmi qanday keltirishini? Qiz bolani eng hayosini cho'qqiga chiqqan, eng yuqori ko'tarilgan payti bo'shangaga kirgan payt ekan. Undan oldin ham unaqa hayo bo'lmasa ekan, undan keyin ham unaqa hayo. Undan keyin unaqa hayo bo'lmaydi, yig'ishtirib tashlaydi hamma hayoni. Eng hayolik payti o'shangalik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayolari o'sha kelinchakdan ham ko'ra. Kelinchakda deyotgani yo'q, kelinchakdan ham ko'ra hayol yo'q edi. Kim bu? Allohning rasuli, sizni bizlarni e'tiqod qilib iymon keltirgan, barhaq payg'ambar deb tanlagan payg'ambarimizning hayollarini keltiryapti. O'shaning uchun hayo iymondandir deyapti. Erkak kishilarni hayolik bo'lishligi yaxshidir deganlar. Erkak kishida hayo bo'lsa yaxshi u. Bu fazilat bu. Insonga ziynat beradi bu. İnsanlarga bir nima deydi, o'sha ixlos oshadi hayolik insonni, yaxshi ko'radi hamma, hayolik insonni. Duch kelgan joyda duch kelgan gapni shalolab gapirilmasdan og'zi shaloq bo'lib kim yaxshi ko'ryapti? Duch kelgan odamni so'kayotgan, duch kelgan odamga baqirayotgan inson kim yaxshi ko'radi? Hech kim ham yaxshi ko'rmaydi. Hayolik insonni yaxshi ko'radi inson. Hayolik insonning haybati bo'ladi o'ziga yarasha, salobati bo'ladi o'ziga yarasha. Lekin ayollarni ulardan ham ko'ra hayoli bo'lgani yaxshiroqdir deganlar. Erkaklarning hayoligi yaxshi ekan, ayollarning hayosi undan ham yaxshi ekan. O narrog'i eslang, o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz, bola bo'lsak ham. Bularimiz ko'chaga chiqsa, erlarni yo o'g'illarni erkak ko'ylaklarni boshlariga yopib chiqishgan. Birortasi boshchalang chiqishmagan, ro'moli bo'lib ustidan ko'chaga chiqayotganda maxsus ko'ylakni tashlashib olishgan boshlariga. Paranjiliklarni ham ko'rganmiz o'sha yerda. Paranjida o'tib ketganlarni ko'rganmiz. Hatto kiyoviga ko'rinmagan onalar, qaynanalarni ko'rdik. Ikkita erkak ko'rinsa, devorga qapishib teskari qarab turardi ko'chada, o'tib ketguncha.
Hayoliylari kuchliroqlari o'tirib olardi, to erkaklar o'tib ketguncha. Hozirchi, hozir qani qayerda ko'rdingiz shu narsani? Oxirgi 30 yilda ko'rdingizmi biror bir joyda boshiga erkakni ko'ylagini yopib ketayotganda siz chiqib qo'yganingizda teskari qarab turgan birorta ayolni ko'rdingizmi? Agar o'zingizni olib qochib qolmasangiz, bozor, ko'chalarda lo'pma-lo'p kelib soladi. Kirishaz ketkizib yuboradi. Kiraylozni pachaqlab ketadi. Nimadan bu? Qani hayo, qani uyat? G'ofurjon domlam degan ustozimiz bo'lardilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Shu kishi onalarni gapirardi. Kuyovlarga ko'rinmagan ekanlar. Qarang, kuyov bo'lmasa o'g'ildek gap bo'lib qoladi qizini bergandan keyin. Kuyovlariga ko'rinmagan ekanlar. Kuyovlar ko'rmagan ekan shu onamizni. Ramazon oyi edi, ko'zlari ko'rmay xira bo'lib qoldi. Balnisaga olib bordim dedilar. Olib bordim, doktor tekshirdida tez onangizlarni ko'zlarini operatsiya qilmasak bo'lmaydi deb aytdi dedi. Tezda operatsiya qilish kerak, ro'za kunlari deydi. Lekin ro'zani buzishlari kerak deb qoldi deydi doktor. Shu gapni aytishimdan onam shart haligi stoldan o'tirib ko'chaga qarab yurib ketdi-yu deydi. Men zo'rg'a yo'lini topib yurib ketdi. Yo'g'ri bir qo'ldan ushlab, ona qayerga ketyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Axir operatsiya qilamiz deb olib keldim sizni. Tezroq qilmasak bo'lmas ekan, keyin ko'zingiz ko'rmay qolishi mumkin ekan. Shuni tezroq qilishimiz kerak ekan. Nimaga ketib qolyapsiz ham? Mani ro'zani buzish evaziga shifo topadigan ko'zim ko'r bo'lsin. Men ro'zamni ochmayman deb aytdi deydi. Ayol, kampir u keksa, shayxi foniy u. Ro'za tutmasa ham uzri bor. O'sha ro'zani qazo qilib, o'sha operatsiyadan keyin tutib berishlik imkoniyati ham bor. Meni ko'zim o'sha ro'zani buzish evaziga shifo topadigan ko'zim ko'r bo'lib qolsa, men ro'zani ochmayman. Mayli ko'zim ko'rmasa ham mayli. Ha shuni qilaylik, qilmasak bo'lmaydi desam, yo'q. Bolam menga ovora bo'lma, men ro'zamni ochmayman deb aytdi. Qarang, e'tiqodni qarang, muhabbatni qarang Allohga bo'lgan. Qo'rqishni qarang, hayoni qarang Xudodan o'lishni. Hozir to'nkaday keladiganlar ro'zada bemalol yeb ichib o'tiribdi. Yeb yuribdi. Mana erta ko'rasiz, shu paytgacha ko'rib keldik-ku. Qo'yliqda ayron, go'ja sotadigan joylar bor. Uyalmasdan o'tiradi kuni bilan. Qaragim ham kelmaydi shu yerga o'tayotgan paytlarda. Ana oshxonalarda qanchalari tog'ni ursa tolqon qiladigan yigitlar. Ro'zani hayoliga ham keltirmaydi. Bu kampir, bu kim bu? Buni oldida kim ular endi? Xudoga nima deydi ular? Xudodan uyalmaydi-da, Xudodan hayo qilmaydi-da bular. Bolam, men dadamni ko'rganman. Dadasidan gapirib beribdi. Men yoshgina qizaloq edim. Dadam keksa odam edi. O'sha paytlarda kolxoz yerini haydashlik uchun dehqonlarga bir kunga ho'kiz berar ekan, bir kundan. O'sha paytlar ro'za paytlar ekan. Bahor paytlar ekan, bizga ho'kizni berdi. Dadamlar omochchi qo'chib, yerni yoqdan bu yoqqa haydayapti, yerdan bu yoqdan bu yoqqa haydayapti. Oxiri kelib omochga haligi suyalib qoldi. Ro'zador otam deydi. O'sha paytlarda ro'zador. Bolam, endi chidolmayman. Bu yog'iga. Mani bu ro'za tutolmaydiganga, ro'zamni buzib yuboradiganga o'xshayman. Agar bu yerni haydamasam bo'lmaydi. Ey Alloh, ko'rib turibsan-ku meni. Yig'layapti deydi. Parvardigor, ko'rib turibsan. Agar bugun yerimni haydab ekinni ekib olmasam, ertaga menga hech kim ho'kiz bermaydi. Bolalarim och qolib ketadi. Parvardigor, nima qilay? Ro'zani ochaymi? Ro'zani ochmaymi? Ro'zani ochmasdagi iloji yo'q. Ro'zani ochaman Parvardigor. Agar shu ro'zamni ochishligim seni xafa qilsa, sen shundan norozi bo'lsang, menga jazoimni shu dunyoni o'zida bergin deb Allohga yig'layapti dadam deydi. Bor bolam, uyga borsang tokchada muncha qop-qora non bor, shuni olib kelgin, men ro'zamni ochaman deb meni uyga yubordi deydi. Uyga bordim, borib nonni olib kelsam, dadamni omochchi tagida yotibdilar. Mana bu yeri shilinib, bir yara qon oqib, sharillab qon oqyapti, xoxolab kulyapti. Ey dada, nima bo'ldi sizga? Nega bu yig'ila? Nega bu qon qayerdan keldi? Nega hali yig'lash o'rniga kulyapsiz desam, bolam ho'kizni shoxiga orqon ilinib qoluvdi. Shundoq olaman desam, ho'kiz shoxi bilan turtib olib, men she'rimni yorvordi. Men boya Xudodan so'ravdim, Parvardigor, men agar ro'zamni ochishligim seni xafa qilsa, menga jazoimni shu dunyoda bergin deb Xudodan so'ravdim. Qarang, shu ish Xudoga ma'qul emas ekan, ro'zamni ochishligim. Xudoy taolo jazomni shu dunyoda berganligiga men xursand bo'lib kulyapman dedi deydi. Shunaqa odamlar yashab o'tgan kecha. 70-80 yil nariyadagi odamlar shular. 90 yil nariyadagi odamlar shular. Bunaqa sharoit, bunaqa imkoniyat bizni davrimizdagi imkoniyatda mingdan, milliondan biri bo'lmagan birodarlar.
Shunda ham Xudodan hayo qilib qarang, ro'zasini oxirigacha yetkazgan insonlar, ibodatini oxiriga yetkazgan insonlar. Bizlarni hozir qaysi masjidda bor edi ularni namoz o'qiydigan, tagiga to'p-pol qilib qo'ygan, mana bundaqa chirog'i bor. Qayerda bor edi? Namozlarni ming haddik bilan, ming qo'rqinch bilan o'qigan. Bizlar bundoq solishtirib ko'raylik, o'shalarning amali bilan bizlarning amalimizni, ularning hayosi bilan o'zimizni hayomizni bir chop ko'raylik. Arzimagan narsaga namozni o'qimayapti-da, arzimagan narsa bo'lsa bo'ldi. Soqol qo'yib olgan yigitani kuni bir joyga servisga kirsam, o'tiribdi shu. Nima qilib o'tiribsan desam, tahoratim yo'q edi deydi. Bir narsa bahonada, mashincha narsa bahona bo'lsa bo'ldi-da, ibodat ketdi. Buning uchun Xudodan hayo bo'lish kerakda, bir ibodatga mustaqim turishlik uchun. Hayosiz bo'lmaydi. Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan ekanlar hujrada, oyoqlarini uzatib o'tirurlar. Hazrat Abu Bakr kirdilar. Bu bor kitoblarda bor, o'qigansizlar, eshitgansizlar. Oyoqlarini uzatib o'tirdilar. Hazrat Umar kirib keldilar. O'tirishni o'zgartirmadilar. Hazrat Usmon kirdilar. Oyoqlarini yig'ib, tiz cho'kib bunda o'tirishlarini tuzatib o'tirdilar. So'rashdi, Abu Bakr kirdi, Umar kirdi. Nima uchun ularda hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi, o'tirishingizda o'zgarish bo'lmadi? Nima uchun Usmon kirganlarda oyoqlaringizni yig'ishtirib o'tirdi deganlarda, Usmondan osmondagi farishtalar ham hayo qiladi, qandoq qilman hayo qilmaydiganlar. Hazrat Usmondek zotning hayolari shunaqa bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi bo'lmasa Abu Bakr Siddiqdan afzal emas Hazrat Usmon. Hazrat Umardan afzal bo'lmaganlar, lekin hayo jihatidan butun haligi sahobiylardan yuksak bo'lganligi uchun bu zot Payg'ambar alayhisalom Hazrat Usmonning hayolarini hurmat qilib oyoqlarini yig'ib o'tirganlar. Hayo bo'lsin. Bugun ota-onasini qariyalar uyiga olib borgan ifloslar eng dunyodagi hayosiz, bizlarni millatni oyog'iga polta urayotgan iflos hayosizlar mana shular bular. Qani hayo, qani uyat? Xotinni ota-onasini boshiga ko'taradi. O'zini ota-onasi bu yerda xor bo'lib yotibdi, zor bo'lib yotibdi. Xotinni qaynanasi etganini qiladi, olib beradi kerak bo'lsa. O'zini ota-onasi mana bu yerda nima ahvolda yuribdi? Mana shular eng hayosiz insonlar. Hayo har bir joyda bo'lishi. Hayo Allohdan bo'lsa, bizlar yolg'iz holatda ham uyalamiz, yolg'iz holatda ham hayo qilamiz. Hayo yo'qmi? Farqi yo'q. Duch kelgan joyda duch kelgan hammasini ko'rib turibmiz, ko'rib yuribmiz inshaalloh. Mana shu hayo payg'ambarlarning sunnatlari ekan. Ikkinchisi xushbo'y sepishlik dedilar. Ya'ni insonda terlash oqibatida har xil qulansa hidlar insondan chiqadi. Shundoq insonlar bor, yoshi keksa ko'p holatlarda duch kelib qolamiz. Ehsonda o'tkazib qo'yishadi, tepaga yoniga o'tirsa, siydigning hidi kelib turibdi-da. O'tirib bo'lmaydi yonida. Turib bo'lmaydi. U insonni badandan kelayotgan namozxon bo'lsa shunaqa bo'ladimi inson? 5 mahal namoz o'qigan insonning kiyimidan shunaqa kiyim hid keladimi? Men kelmayapti-yu mana sizlardan. Nega? Namoz poklikka buyuradi, tahoratga buyuradi. U haligi 1 litr, yarim litr siydik emas, bir tomchisiga rozi bo'lmaydi kiyimga, badanga tegishligiga. O'shaning uchun mustahab qilishlik, uni tozalashlik bizlarda har 5 mahalda buni tozalab turibmiz, qarab turibmiz. Qo'ltiq osti mo'ylari ma bir qarishga yetganlari bor. Umuman olmaydi. Bu narsalarni o'sha kindiga osti mo'ylarni, qo'ltiq osti mo'ylarni har 36-37 kunda tozalab qirib turishlik sunnat bu. Tirnoqni olishlik juma kuni sunnat bu. Hozir hayosizlar tirnoq ulayapti mana undoq qilib, jodgorlikka o'xshab. Bu hammasi Rasulullohga zid, telba teskari ketayotgan insonlar, payg'ambarimizga qarama-qarshi ketayotgan insonlar bular. Bu moda emas bu balo. Ayniqsa juma kuni haligi tirnoq olishligini buyurganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. 70 ta shifo kirgizadi, 70 ta dardni chiqarib, 70 ta shifoni inson tanasiga kirgizadiganlar. Juma kuni tirnoqini olgan insonlarni. Har juma kuni g'usul qilib turishlik, juma kuni juma namoziga sunnat deganlar. Nega jamoat yig'iladi, boshqa kunlarga qarang ko'proq yig'iladi. O'sha kiyimlarni o'zgartirib, sunnat g'usullarni qilib, o'sha badbo'y ter bo'ladigan joylarni qarab, o'zini bir pokiza qilib, xushbo'y sepib yurishlik, yana o'sha mushkambar pokiza, bu sunnat hisoblanadi. Uchinchisini misvok deganlar. Misvokni bilasizlar. Arabistondan keltirilgan haligi ildizdan, daraxtdan olinadigan bu
Buni Manoqib Imom Azamda 24 ta fazilatini keltirganlar. Nimalarga shifo bo'lishligi. Bundan asosiy maqsad nima? Og'iz bo'shlig'idagi badbo'y hidni yo'qotish.